Assalomu alaykum hurmatli Ishtixon baraka uylarida obunachilari. Bugun biz Ishtixon shahri O'zbekiston mahallasi Betonka yoqasiga tashrif buyurdik. Sababi 6 sotix umumiy maydoni 6 sotikdan iborat tayyor uy joyimizni video obzorini uzatamiz. 2 etajdan iborat ichkari tomonda qo'shimcha binolari ham bor. Betonkadan yo'l yoqasidan deganlar uchun markaziy trassamizni ham ko'rsatib o'ting. Xo'p. Xohlasanglar mana 91lik uy egasining promoy nomeri 91lik 528 2771. Telefon qilsanglar. Bismillah. To'g'ri, xonadon egasining nomeriga tushasizlar. Uyimizni tashqi fasadini aytadigan bo'lsak, o'zi eski yevro uylardan eski holatdagi uchastkamizni ko'rib turibsizlar. Agrot qismi ham bor. Qolaversa darvozaxona naves. Bu yerda kladovkasi joylashgan ekan. Bu yerda kladovkasi joylashgan. Motor, pator hammasi komplet ichariga. Xo'p, endi bu yoqda общий bu yerda ham ikkita xona. O'zi asli mana bu yer katta zal ekan, mehmonxona. Ichida endi mebel jihozlar bor, kalti. Bu yerda kalti yo'q ekan. Bu yoqda bitta deraza bor, bu yerda bitta xonasi joylashgan ekan. Tashqarida hojatxona. Bu yerdan kirganda bitta hol, kirishda bitta hol. Mehmonxonalarimiz aytib o'tganimizdek kalti yo'q. Bunda ichkarida narsalar bor. Bu yerda dushoy kabinasi bor ekan. Ko'rsatib o'ting bu yerda. Tayyor bitta dushoy kabinasi bor ekan. Endi umumiy bu yoqdagi uylarni ko'rsatib o'tamiz. Kirishda bitta hol joylashgan. Bu yoqda bitta xona. Bu yoqda bitta xona joylashgan ekan. Kuxnya tashqariga chiqib ketadigan bitta eshigi bor, hovliga qaratilgan. Ko'cha tomonga qaragan bitta oynaga ega. Kichikroq xonamiz. Tepaga chiqsak bo'ladi? Ko'rib turganingizdek, mana bu yerda bitta xona joylashgan. Tashqariga qaragan. Romga. Bu yerda bitta xona joylashgan. Bu ham tashqariga qaragan. Bu yerda bitta xona. Mana bu yerda bitta xona. Chiroq yo'qmi? Chiroq bor ekan. Bu ikkinchi qavatimiz. Ko'rib turganlaringizdek. Pastga yog'ochdan zina qilib ishlov berilgan. Narx-navomiz qanaqa? Hozir vaqtingiz deydiganlar uchun lokatsiyasini yana bir marta tushuntirib o'tamiz. Ishtixon shahri O'zbekiston mahallasiga qarovchi Betonka yoqasida joylashgan. Umumiy maydoni 6 sotikdan iborat, 2 etajdan va qo'shimcha binolari bor. Umumiy bahosi rakimiyati 100% toza, gaz svetdan muammosi yo'q. Xo'p, suvi bor. Lokatsiya juda ham qulay joyda joylashgan. Maktab, bog'cha, litsey, park, hammasi davlat idoralari ham yonginangizda joylashgan. Umumiy qiymati $85,000 deyishyapti. Endi bu aytiladigan summa, har doim bitta gapni aytamiz. Bir pachka bilan kelish kerakda, uyda ustida baraka qilishga hech narsa kelmaydi. O'shaning uchun agar kimgadir mana shu xonadonimiz video orqali ozgincha tushunchaga ega bo'lgan bo'lsanglar, misol uchun yoqqan bo'lsa, kelasizlar, ko'rasizlar. Agar ma'qul bo'ladigan bo'lsa, bu uyda bir chiroyli narxga baraka qilib bering deysizlar, agar ma'qul tushadigan bo'lsa. Yaxshi xonadon izlaydiganlar uchun, pishiq xonadon izlaydiganlar va yo'l yoqasidan izlaydiganlar uchun ayni muddao 85 ming o'tib beriladigan joyi bor. Aynan bizning raqamimizga telefon qilib biz orqali kelsanglar,
chiroyli bir skidka narxida mana shu xonadonni olib beramiz. Sizlar bilan Shodir Baxtarov, Mahsud Uchqun, barakali uylar jamoasi va betonka yo'ldagi orqasidan uy so'raganlar uchun maxsus video.